B. Mushkul Kushok, Musallam ona ziyoratgohi, tarix va ma'naviyat maskani. Ushbu tarixiy muqaddas majmua Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Birdali qishlog'i hududida joylashgan. Ziyoratgoh o'zining qadimiyligi va noyob me'morchiligi bilan 18-asrga oid obida hisoblanadi va yurtimizning bebaho madaniy merosi sifatida davlat muhofazasiga olingan. Tarixiy manbalarga ko'ra, ushbu tabarruk maskan tarixan 1333-yilda shakllangan. Xalq orasida esa bu Mushkul Kushok va Mushkul ota nomlari bilan qo'shaloq yuritilib, asrlar davomida yil ardog'ida kelinmoqda. Qo'lyozma tarixiy manbalarga ko'ra, bu qadamjoning paydo bo'lishi tariqat olamidagi eng ulug' zotlar bilan bevosita bog'lanadi. Ziyoratgohga asos bo'lgan muqaddas zot Bibi Musallam ona bo'lib, u kishi ulug' avliyo Naqshbandiya tariqati asoschisi Bahovuddin Naqshband hazratlarining xolasi hisoblanadi. Musallam ona asli 3 opa-singil bo'lishgan. Bibi Musallam ona Qamashining Birdali qishlog'ida, Bibi Komila ona Dushanbida, Bibi Orifa ona esa Buxoroda yashab o'tganlar va o'sha yerlarda dafn etilganlar. Musallam onaning hayoti, taqvosi va karomatlari xalq orasida og'irlikni yengil qiluvchi, ya'ni mushkul kushok, mushkullarni oson qiluvchi ramziy ma'nosi va ixlosli duolari bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Majmua o'zining tinch va musaffo tabiati, qadimiy daraxtlar bilan o'ralgan labi hovuzi va ziyoratchilar uchun pishiq g'ishtdan hamda milliy yog'och ustunlardan qurilgan soya salqin shiyponlari bilan juda fayzli maskandir. Majmua hududidagi baland adirlik ustiga o'ziga xos ko'hna me'morchilik uslubida tiklangan maxsus maqbara qad rostlab turibdi. Maqbaraning pastki qismi aylana shaklida qurilgan bo'lib, ustki qismi konussimon ulug'vor gumbaz bilan yopilgan. Obidaning eng yuqori nuqtasida islom olami ramzi bo'lgan yarim oy va kichik ramziy bayroqcha mavjud. Ushbu maqbara uzoqdan keluvchi ziyoratchilarga maskanning tabarruk joy ekanligini ko'rsatib turuvchi o'ziga xos tarixiy belgidir. Musallam ona ibodat, zuhd va taqvo bilan mashg'ul bo'lgan ushbu xilvatgoh g'orining kirish qismi 3 burchakli arka shaklida pishgan g'ishtdan terilgan. G'or og'ziga 2 tavaqali jigarrang yog'och eshik o'rnatilgan bo'lib, kirish qismi oldiga chiroyli milliy naqshli katta qizil gilam to'shab qo'yilgan. G'orning ichki qismi qadimiy an'analarga xos tarzda tabiiy loy va to'proq devorlardan iborat bo'lib, shifti baquvvat yog'och boldirlar va shox-shabbalar bilan mustahkamlangan. Ichkaridagi devorlarda tarixiy xotira sifatida ulug' zotlardan qolgan qadimiy milliy to'nlar, choponlar, belbog' va ro'mollar ilgishlarda osig'liq turibdi. G'or ichida ziyoratchilar uchun sokinlikda o'tirib, duo va tilovat qilishlari uchun maxsus ko'rpachalar to'shalgan. G'orning yanada ichkariroq qismida loydan o'yib ishlangan past shifli alohida kichik bir chillaxona mavjud bo'lib, u yerga to'q yashil rangli mato va chetiga chiroyli milliy naqshli gilam ko'rpacha to'shab qo'yilgan. Ushbu xonaning burchagida tabiiy to'proq devor yonida majmuaning ko'hna tarixidan so'zlovchi 2 qadimiy sopol ko'za saqlanib qolgan. Bu ko'zalar o'z vaqtida bu yerda ibodat qilgan avliyo zotlarning tahorat olishlari yoki suv saqlashlari uchun xizmat qilgan. Majmua hududida joylashgan va suvi tabarruk hisoblangan shifobaxsh quduq aylana shaklida oq tusli mustahkam poydevor bilan terilgan. Quduq tepasida sariq rangli temir ustunli soyabon hamda suv tortish uchun mo'ljallangan qulf charxi mavjud bo'lib, undan hozirgacha ziyoratchilar faol foydalanib kelishadi. Quduq atrofi chiroyli burchakka toshlar bilan tekislangan pishiq g'ishtli uzun tashqi devor bilan o'ralgan. Majmua ichida o'tmishdan xotira bo'lib qolgan qadimiy ramziy tosh lavha saqlanib qolgan. Ushbu oq rangli ustunsimon tosh maxsus aylana shaklidagi baland oq supa ustida o'rnatilgan.
Obidaning yonida uzun temir panjarali yo'lak bo'ylab yashil rangli maxsus quyoshdan to'suvchi to'rt soyabon ostida majmua sahni joylashgan. Bu yerga keluvchilarning namoz o'qishlari, duo istig'for qilishlari yoki ruhiy hordiq olishlari uchun ko'plab milliy xonatlar va rang-barang naqshli ko'rpachalar hamda joynamozlar chiroyli tarzda ketma-ket to'shab qo'yilgan. Ziyoratchilar haftaning seshanba, chorshanba kunlari ko'proq tashrif buyurishadi. Qamash tumanida mana shunday ziyoratgohlar borligidan faxrlanamiz va sizlarni kutib qolamiz.